Ha, hamma narsani boshi bo'lgandek oxiri ham bo'lar ekan. Uyimiz srochno sotilyapti. Zo'r narxga. Qaranglar, hozir men sizga buni obzorini qilib beraman. Qani ketdik. Bu hovlimiz 8 sotixdan iborat bo'lib, kirganda darvozaxonada mashinaga joyi tayyor. 6 ta xonamiz korobka holatda, shifrlari bo'lgan. Ishoning, bu joyimizda gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Hovlimizda atroflari uralgan. Hamma mevali daraxtlarimiz o'zi mevaga kirgan. Dokumentidan umuman muammosi yo'q. Qaranglar, mahallada hamma yashaydi, asfaltlarni qilib qo'ygan, yo'lni bo'yida shu joyimiz srochno sotiladi. Ulgurib qolinglar, bu narxga tezda sotilib ketadi. Bu joyimizda internet tarmoqlariga $37,000 qo'yishgan ekan. Hoji aka, ozgina tushirib bering deb turib, $33,500 ga qo'ydik. Yana sunnatiga o'tib berishadi. Kimga kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlar mumkin. Eslaringizdan chiqarmanglar. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Yana zo'r xonalar, kvartira ijaraga joylar qo'yib, sotib berishga yordam beramiz. Bizga aloqaga chiqinglar. Lokatsiyasiga kelsak, Qoshqayron darvozasidan kirganingizda Ibn Sino ko'chasida ikkinchi xonamiz zudlik bilan sotiladi.